Do'stlar, O'zbekistonda yangilik. Endi $1000, $2000 katel olish shart do'stlar. Arzon narxda aksiya qilib berishyapti. Faqat 20 ta odamga do'stlar. Mana shu yonishini bitta ko'rsatib qo'ygan operator. Voy do'stlar, 50 kiloni bitta zagruska qilasiz, 1,5 kungacha do'stlar yonyapti do'stlar. O'zimizni bitta akamiz chetda olgan. Kimdan kim mana shunaqa teplar katel olmoqchi bo'lsa, katta aksiya qilishyapti. Aksiya do'stlar faqat 20 ta odamga berilar ekan. 8,5 million so'm sotilayotgan katellarni do'stlar 7,5 million so'mda faqat 20 ta birinchi odamga qilib berishadi. Ulgib qolyapti. Teplar kompaniyasi do'stlar. Endi bu katelga do'stlar haligi qiyinchilik, buni tok shart emas do'stlar. 220 do'stlar. Oddiygina bitta akkumulyatorcha ulab qo'ysam yonib nima qilaveradi. Yaxshi tomoni o'zini termostati bor do'stlar. Termostatni bitta odamni qo'yib qo'ysangiz, temperaturani bo'ldi. Temperatura chiqqanda termostat o'chadi, bo'lmasam o'zi sekin mast mo'tadil holatda yonadi. Bitta ko'rsatib bering operator. Mana hozir do'stlar ventilyatorni o'chirganimiz uchun hozir bitta yoqaydi. Yoqing aka ventilyatorni. Nima qilay? Gradus. Ochaymi? Hozirda gradusligi ham bor. Ha. Mana katel o'zi temperaturani ko'rsatib turadi datchigi do'stlar. Bundan tashqari menki o'zining maxsus nimasi bor, ventilyatorni o'chirib yoqadigan aqlli miyasi bor do'stlar. Gradusimiz 100 gradusda. Mikrofonni bering. 100 gradusda. Aka necha minutda qaynatadi bu misol uchun mana? Bu hozir mana biz o'tinda tajriba qilib ko'rdik aka. Bu o'zi katelimiz asosan ko'mirga, o'tinga mo'ljallangan. Qirg'izistonda Belolmani mayda sechkasida 30 kilodan 50-55 kilogacha bir sutkaga rasxod qiladi. Katelimizni isitish ob'yomi 120 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'lgan joyiga garantiyasi bilan beramiz. 200 kvadrat batareyaga hisob bo'ladi. Topli polga 100 kvadrat. Topli pol двойной hisoblanadi. 100 kvadratli topli polli joy 200 ga hisob bo'ladi. 100 kvadratga beraveramiz. Batareyani o'zi bo'lsa 200 kvadratli joyga garantiyasi bilan beramiz. Katelimizga 1 yil garantiya. Ventilyatori, termoregulyatori, katel o'ziga 1 yil garantiya beramiz. Hozir biz buni regulyatorsiz ulab ishlatyapmiz. Primo qilib, o'z marta regulyatori bilan qo'yiladi aka. Mana o'z graduslari belgilangan. 90, 60, 50, 45 Xolagan gradusiga qo'yib qo'yasiz, o'zini o'zi yoqib o'chiraveradi. Katelimiz verxniy bo'ladi. Bitta zapravka olganda 50 kilogacha hoka oladi. Tepadan bitta yoqib qo'yiladi. O'sha zapravkasi tugagungacha tevadan pastga o'zini o'zi yoqib o'chiradi. Ha, o'zini o'zi yoqib o'chiraveradi. Xuddi shunday. Hozir bitta akamiz bor edi, to'g'risini aytsam ketib qoldilar. 1,5 kun yonyapti dedi menga. Ha, endi u ob'yomga, uyda utiplitiga ham bog'liq. Misol 80, 90, 100, 120 kvadratli joylar bor, 150 kvadratli, bir xil joylar 200 kvadratli. Bizni hisob kitoblarimizda aka 200 kvadratgacha bo'lgan joyiga 30 kilodan 50-55 kilogacha Qirg'izistonda o'sha Belolmani mayda sechka hokasi bor. Shundan oladi. O'zimizda Angirendi milliy ko'mirida 40 kilodan 80 kilogacha bir sutkaga rasxodga chiqadi. Unda jicha ko'proq. Angirendi kaloriyasi pastroq bo'ladi. Ha, Angirendi kaloriyasi pastroq. Mana davleniya yonishni boshladi mana. Yana aka gradusimiz mana. Operator aka bitta ko'rsatib berasiz. Уже 100 gradusga chiqib bo'ldi. Suvimiz qaynashni boshladi mana aka. Katelimizning ichida 70 litr, 65-70 litr suv bo'ladi aka. 65-70. Ha, katelimizning sig'imi shuncha bo'ladi aka. Mana qisqa muddat o'tinda yoqdik. Hali o'tinimiz yonib tugagan yo'q. Ichiga solgan o'tinimiz hali tugagan yo'q. O'zi ham isitdi. Ha, уже 100 gradusga chiqib bo'ldi. Tepalar уже 120 ga chiqib bo'ldi. Уже parlanib chiqishni boshladi. Asosiy mana o'rtadagi joyi уже 100 ga chiqib bo'ldi. Mana qaynadi. Faqat 20 ta odamga aksiya bor xolos. Faqat 20 ta odamga o'zi 8 million 500 ming so'm sotganmiz. 20 ta katelimiz aksiyada 7 million 500 ming so'm. 7 million 500 ming. Dastavkasi qanday? Dastavkalar ichida vodiyga uylarigacha yetkazib beramiz aka. Voha, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qoraqalpoq, Xorazm, u tomonlarga shahar markazlariga yetkazib beramiz. Ha, dastavka shahar markaziga. Shahar markaziga. Bepul shu 5-7,5 millionning ichida. Vodiyda bo'lsa eshiklarning tagigacha olib beramiz. Faqat 20 ta odam do'stlar. 20 ta odamga aksiya. Ulgida tezroq aloqaga chiqamiz do'stlar. Teplar kompaniyasi hali 2000-3000 dollarlik katellarda o'ylanayotganlar, aqlli miya sinib oladi, u bo'ladi deyotganlar. Mana mexanizmi ham oson do'stlar. Shunday ko'mir solasiz, tepadan yoqasiz, 1,5 kungacha yoqadi. Ichini bo'shatib turib, yana bitta to'ldirib yoqib qo'yasiz do'stlar, xudo xolasa. Buni yana bitta qulay tomoni bu mana zaslonkalari bilan qilinadi. Mana zaslonka ichida lapkasi bo'ladi. Bu ventilyator ishlaganda avtomatik o'zi ventilyator davleniyasiga ochiladi, ichkariga havo berishni boshlaydi. Ventilyator o'chganda zaslonka yopiladi. Ichkaridagi gradus qo'yilgan gradusda o'zida to'xtab qoladi. O'zi to'xtab qoladi. Mana ketmaydi. Operator baqa keling bitta ko'rsating. Do'stlar, operator bechora tutunga nima bo'lib qoldi? Operator yaxshi olyaptimi?
Like qo'yib operator молодец deb Mana ventilyatorimiz ishlaganda zaslonkamiz ana avtomatik ko'tariladi. Ventilator o'chganda zaslonka qaytarib yopadi. Ichkarida gradus ko'tarilib ketmaydi aka. Ha, nimani ushlab qoladi. Ha, o'sha termoregulyator buni o'zi regulovka qilaveradi. 50 gradusga qo'ysangiz 50, 60 ga qo'ysangiz 60, 70 gradusga qo'ysangiz 70 gradus. O'sha gradusda o'zida yoqib o'chirib regulovka Unda qilaveradi. bori svet o'chib qolsa ishlayveradimi o'zi? Svet o'chib bo'lsa, sistemaga bog'liq aka. Samoxod aylanadigan sistemalar bo'lsa, katyolimiz o'zi gradusida o'chadi, svet o'chganda yonganda yana ulab ketaveradi. Zakritli sistemalar bo'lsa, ular nasosi ham o'chib qoladi. Ularga UPS bilan qo'yish tavsiya beriladi. Ha, unda UPS. Sistemaga ham, katyolga ham bitta UPS ulash kerak bo'ladi. Ventilatorimiz 85 vattda ishlaydi. Bitta kichkina UPS ham ko'taraveradi buni. Ha, toki ham uncha emas ekan. Ha, 85 vattda ishlaydi ventilator. Do'stlar, limitga ham ta'sir qilmas ekan do'stlar, xudo xolasa. Mana Teplart kompaniyasi do'stlar, issiqlik. Haligi $1000 menga qiyinchilik qilyapti, $2000, $3000 qiyinchilik qilyapman degani mana do'stlar sizlarga ham arzon, ham o'shini effektini beradi. Misol uchun $1000 ham biz nima qildik? Kunora solib turish kerak yoki 3 kunda bir solib turish kerak ichkariga. 3 kun 4 kunda bir. Buni o'sha hozir bitta akamiz aytgandagi men endi akamni nechta yo'q 10 ta radiator dedi. 10 ta radiator dedi. To'pli polini so'ramayapman, 10 ta radiatorim bor dedi. 1,5 kun yoqyapman dedi. Havo isib ketsa dedi, 1,5 kundan ham 2 kunga ham yetib qolyapti dedi. Endi mana kunduzi quyosh chiqib yaxshi havo bo'lsa dedi, temperaturani pasaytirib qo'yapman dedi. Kunduzi o'zi yaxshi edi, kechquruncha balandlatib qo'yapman dedi. Xuddi shunaqa aka. Hozir chilla kirganda ham do'stlar 1 kunga yetsa ham o'sha zo'r rezultatda aka. Endi hozir yana bitta eng qiziqarli joyi, aka katyolimiz naqd. Kutishmaydi. Ha. Bugun telefon qilsangiz, ertaga уже xudo xolasa uyingizda bo'ladi. Naqd katyollarimiz tayyor. Vodiyda bo'lsa, kerak bo'lsa, Farg'onada bo'ladigan, Marg'ilonda bo'ladigan bo'lsa, bugun telefon qilsangiz 1 soatda uyingizda sirazi katyol bo'ladi. Uyingiz haligi bolalaringiz bitta kasal bo'lishiga arzimaydi do'stlar. Hali aksiyani ham nima desa bo'ladi? Hali narxini o'zgartirib yo yo'q narsaga bir 3-4 dona qo'yib qo'yilmagan. 20 tamiz tayyor narxman aka. Bir boshdan 20 ta shundan beraman. Vizib qilishsa, zakazlarni olamiz, sirazi yuklab jo'natib yuboramiz. Do'stlar, tezda ulgida bosinglar gazini. Endi aka mana hozir mana tagi nimaniki aka bu? Xo'p, bu tagi aka asosan yonib bo'lgandan keyin zapravka qilgani kulini olish uchun qilinadi. Buni lapatkada oladimi kulini? Ha, kulini misol uchun o'zlariga qulay sharoitda olishaveradi. Xolasa kurayda, xolasa mana ichida kulloni bilan bo'ladi. Mana bunisi nima desa, mana ichiga turbalar terilgan. Agar mayda tol qonidan yoqishadigan bo'lsa, turbamizni orasidan o'tib ketib qolishi mumkin. Hoka yoqilayotganda mana unisini qo'yib yuboriladi aka. Metdan zapravka qilgani hokani solganda mayda hokada aka. O'sha taydagimiz kulini mayda hokalari pastga kulga aralashib ketmasligini ushlab bo'ladi. Agar kattaroq u teshikdan o'tib ketmaydigan, sal kattaroq ko'mir yoqishadigan bo'lsa, u taydalisimizni qo'yish shart emas. Bu mayda hokasiga uni qo'yiladi. Hokasiz kattaroq harsangi bo'lsa, uni qo'ymasdan yoqsa ham bo'laveradi aka. Bu bitta zapravka qilishadi aka, xolagancha. Xolasa 20 kilo, xolasa 30 kilo, xolasa 50-55 kilo. Tepasidan bitta yoqishadi, eshikni yopishadi, regulyatordan gradus qo'yishadi. Bo'ldi, o'zi o'sha gradusga olib chiqqanda o'chiradi, pasayganda yoqadi. Shu holatda ishlayveradi. Va tepasida eshiklarimiz aka bir 15 kun, 20 kunda bir bu katyollar tozalab turiladi aka. Buni ochiladi, ichida forsunkalari bo'ladi. Forsunkalar bir qator bitta tozalanadi. Bu pastki qismida eshikcha qo'yilgan. Eshikchadan tayda axlat olib tashaladi. Qani forsuga tozalagan anaqa taxta temir-pemirim bor beriladi. Endi unga nimasini oddiy narsa, bironta bir shubga o'xshagan narsa qilib, aka uchiga bironta lattanimdan o'raladi-da bir qator. Hali qozonda tayyor qora bo'lib qoladi, xuddi shuni o'xshagan. Buni ham ichi devorlariga qora yopishib qoladi-da. Mana hozir bitta ochib ko'rsatib beraman aka. O'shani tozalab turgani kerak bo'ladi xolos bu narsa. Mana ichki qismida shu 4 ta forsunka bilan mana orqa tomondagi devorlarni bir qator tozalab qo'yinglar. Ha, bu qiyin ekan, bas. Ha, bir 5 minut vaqt ketadi. 10-15 kunda bir tozalab tursa, rasxodni ko'payib ketmaydi. Ha, rasxod bir xilla yoqaveradi. Ichi devorlariga nagarlar yopishib ketsa, ko'mir rasxod ko'p bo'lib ketadi. Issiqlik devorlarga tegmasdan, suvni isitmasdan chiqib ketib qoladi. Ha, do'stlar, like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz.